Hayotimda 1000 martadan ko'p yiqilganman. Bu sport. Sportda bu normal holat. Lekin bir kun organizm bo'ldi, yetadi deydi. Tizzat jarohatini boshqa ignor qila olmasdim. Va o'shanda doktorga borish vaqti keldi deb tushundim. Men uchun shunchaki oddiy doktor topish muhim emas. Muhimi meni sportga qaytaradigan inson topish. Albatta operatsiyadan oldin hayajon bor. Lekin operatsiyadan keyin birinchi kunda to'g'ri tanlov qilganimni sezdim. Oldinda eng qiyin edi bu reabilitatsiya. Sevimli ishimga va harakatga qaytyapman. Tanir Bekmezjiga va uning butun Respublika sport meditsina markazi komandasiga juda minnatdorman. Agar siz tizza, yelka, so'ng qo'shma og'rig'i bilan ancha yil birga yashasangiz, bu muammoni yechimini ertaga qoldirmang. Og'riqsiz hayotga birinchi qadam qilishga ba'zida bitta konsultatsiya yetarli.